Ha mana hozir ustanovka jarayon tugadi. Shu boyagi 4 kilovatli. Şimdi mana Xudo xolasa 40 metr masofada mashina o'tirdi o'tyapti. 150 lik og'iz. Mana endi bu hozir kanalni ko'rsatamiz sizlarga. Ketamiz. Juda yaxshi ustanovka bo'lgan, xudo xolasa. Hozir suvni tortish jarayonini ko'rsatamiz. Mana xudo xolasa. Judayam ajoyib. Просто yangi mana salniga yaxshi qismagan ekan. Mana nasosda ishlash jarayon.